Bilimning bilishdan chatnishi. Mahmud Belga. Bilimning va bilishning mohiyatini belgilashda muhim rol o'ynaydigan asosli savol nima uchun o'rganaman, nima uchun bilim olishim kerak savoli bo'lib, asosan ko'pincha insonlar tomonidan o'ziga qo'yilib boqqan bir savol bo'lishi mumkin. Ba'zi insonlar xushallik uchun bilishni xohlasa, ba'zi insonlar faqat va faqat ehtiyoj tufaylidan bilishni xohlaydi. Yoki texmi to'g'risini aytganda bilimni bilishga majburlandi. Barliqlarning qimmati va ma'nisi nima uchun yoki bu nima savolining javobi o'lchimida qimmat va ma'niga ega bo'ldi. Chunki barliqlar ma'nisi va mohiyatiga ega bo'lmasdan haqiqiy barliqini, mavjudligini va o'zligini qurib chiqa olmaydi. Chunki haqiqat sap bo'lib, aralashishga duchor bo'lganida sapligini yo'qtidi. Texim ichib aytganda barliqdan yo'qlikqa, haqiqatdan botilga, ma'nodan moddaga qarab yo'lga chiqqan bo'ladi. Bilim bir haqiqat bo'lsa, u haqiqatning mavjudligi saplik bilan va har xil dunyoviy g'arazlarning uningga aralashib qolmasligi bilan mavjudligini saqlab qola oladi. Ilmning mavjudligi bilishning sapligidan kelsa, uning yo'qligi yuzlanishi bilishning g'arazlar bilan aralashish orqali sapligini yo'qotishdan kelib chiqadi. Hayotimizga qarab boqadigan bo'lsak, nurg'un kishilar har xil mushkulat va qiyinchiliklarga yo'liqqanligi uchun masalasini hal qilish yoki dardlarga chora tepish maqsadida o'zini bilishga majburlaydi. Bilim bilishdan chetnab ehtiyoj va uskun o'rnida xizmatkor o'rniga tushib qoladi. Bilim xo'j bo'lishdan qul bo'lishga yuzlandi. Bilimning ma'naviyat qismi yo'q bo'lishiga qarab, ma'naviy bir barliqdan moddiy bir barliqqa aylandi. Undaqda o'ttirg'i mundaq bir natija chiqadi. Bilish, o'rganish va tafakkur qilishga o'xshash zehniy faoliyatlar insonlarning o'z ixtiyorligi bilan emas, hayot va shart-sharoitlarning zo'rlashi asosida majburiy holda yurgiziladigan bir ehtiyoj faoliyatiga aylandi. Halbuki bilim va bilish natijasida o'ttirg'i chiqadigan inson xushalligi va saodati uning asosli g'oyasi bo'lib, saodat insonning birdan bir g'oyasi hisoblandi. Insonning tabiati xushal bo'lishni va saodatga erishishni xohlaydi. Xushallik va saodat insonning bilish qobiliyatidan barliqqa keldi. Demak, inson tabiiy holda bilishni xohlaydigan va bilmak istagi eng yuqori bo'lgan bir mavjudlikdir. Undaqda mundaq bir savol kun tartibimizga kirdi. Bilim sevgisi va bilish istagi insonning bir tabiati bo'lsa, bugungi kunimizda inson tabiati o'zgardimi? Aristotel haqiqat suyar va bilimga istagi bor kishilarni sifatlab, ularning bilimni faqat bilish uchun bildiganligini o'ttirib qo'ydi. Chunki Aristotelga nisbatan insonning saodati va ruhiy jihatdan muhim xushalligi bilish va o'rganishga, yig'inchaqlab aytganda bilimga bog'liq. Bilim yoki bilish saodatning manbasi bo'lib, aslida insonning bilish va o'rganishdan bo'lgan birdan bir maqsadi saodat yoki xushallikni qo'lga keltirishdir. Bu haqda islom faylasuflaridan Farabiy insonlarning eng ustun g'oyasining saodat yoki xushal bo'lish ekanligini aytib o'tib, saodatning bilish va o'rganishdan kelganligini o'ttirib qo'ydi. Zamonaviylik natijasida bugungi kunimizda modernizm insonlari bilimni bilishdan ziyoda hunar va pul tepishning yo'liga aylantirdi. Bilim ustun bir barliq bo'lishdan past bir barliq bo'lishga qarab mangdi. Mavjudliklar ichidagi saviyasi tushga qarab ilgirladi. Bilimning mohiyati nuqtasidan chiqish qilib turib aytganda, modernizm bilim davriga emas, jaholat va zulm davriga qadam bosdi. Bilimning kirimi saodat ekan, bilimning mahsuli qorong'ulik va zulm bo'ldi. Bilim bilishni va bilishdan bo'lgan maqsadni shundaqla o'z tabiatini yo'qotdi. Bilim Aristotelning aytganidek saodatning manbasi bo'lishdan ziyoda zulm va qorong'ulikning manbasi bo'ldi. Kelajakni g'uvolashtirdi. Umidni o'ltirib qolmasdan hayotlikning g'oyasi yoki asosiy markazi bo'lgan inson borligini qirg'in qildi. Tuproq onani, obi hayotimiz bo'lgan suv va havoni bulg'adi. Hayvonlarni, insonlarni
o'simliklarni, yog'ochlarni qirg'in qilib, dunyoning isinishi va havo klimatining buzilishi, kasalliklarning barliqqa kelishi, viruslarning o'ttirg'a chiqishiga sababchi bo'ldi. Texmi to'g'risini aytganda, bugungi bilim bombardimonlarning boshlamchisi bo'ldi. İnsanlarga rahat va huzur ato qilish o'rniga qo'rqinch va vahima paydo qildi. Kulimsirash va tabassum qilish o'rniga titrash va tamtirash yaratdi. Bilim o'zini, mohiyatini va haqiqatini yo'qotib qo'ydi. Mohiyat bilan birga mavjudligidan so'z qilinadigan barliq o'zini yo'qotdi. Mohiyatini yo'qotib qo'ygan bilimning barligidan, ya'ni mavjud bo'lib turishidan so'z echish asla mumkin emasdi. Demak, bilim barliqdan yo'qlikqa qarab yuzlandi. Zamonaviy bilim insonlarning qutulishiga emas, halokatiga va ojizlarning kuchliklar tarafidan besivilinishiga yo'l ochdi. Yangi boshdan dunyoda insoniyat qonuni o'rniga hayvonotlarning o'rmon qonuni hukmron bo'ldi. Haqiqatning, adolatning va shundaqla bilimning mohiyatini o'rmon qonuni belgiladi. Haqiqat va yoki haqiqatlar uning tarozisida o'lchanadigan bo'ldi. Bilim o'zining haqiqati va mohiyatidan ayrilib qoldi. Chunki bugungi bilim ma'no ustiga emas, modda ustiga qurildi. Ma'noni emas, moddani g'oya qildi. Natijada bilim ehtiyojning bir ijodi bo'ldi. Bilim moddadan ma'noga berishga, o'rlashga emas, ma'nodan moddaga, ya'ni yuqoridan tövanga qarab yo'l oldi. Xuddi shaylarning haqiqati va mohiyati bo'lgan ma'nisidan qurilmasi bo'lgan moddiga, ya'ni boshqa bir ifodalash bilan javhardan, o'zlikdan uzoqlashib, moddiga yaqinlashdi. Halbuki modda barliqlar ichidagi eng tuvan barliq bo'lib qolmasdan haqiqatning eng tuvan saviyasidir. Haqiqatning mohiyati yoki haqiqlik haqida savol so'rganimizda ko'pinchamiz to'g'riliqning mohiyati bilan o'xshash deb javob berishimiz mumkin. Undaqda to'g'ri degan nima? To'g'rining o'lchami nima? To'g'riliq kimlar tarafidan nimalarga asos belgilanadi yoki to'g'riliq ma'lum bir xalq yoki jamiyatning hukmi va qarormi? Degandek savollar kun tartibga keladi. Bilimning va bilishning mohiyati ustida o'ylanish, texmi ochiq qilib aytganda, bilimning haqiqati va g'oyasi nima degandek savollar ustida tafakkur qilish va bu xil savollarga javob izlash. Shundaqla chora tepish ustida izlanish va aql ishiltish bugunimizning ta'xir qilg'ili bo'lmas bir masalasidir. Chunki bu tür savollar haqiqat ustida izlanish bilan barobar bo'lib, haq va huquq bilan zich munosabatlidir. Chunki haqiqatning mavjudligi haq va huquqning mavjudligi va kapolati demak bo'lsa, haqiqatning yo'qligi yuzlanib, botilning mavjudligining o'tirg'i chiqishi orqali haq va huquqning yo'qligi yuzlanishi, nohaqchilik, huquqsizlik, adolatsizlikning barliqqa kelishi demakdir. Bilimning to'g'rining haqiqatdan chatnishi natijasida cheksiz erkinlikning mavjudligi kun tartibga kelib, jamiyat qonun munosabatini o'zib tashlaydi. Bu orqali qonunning iqtidor kuchini erkinlik qo'liga oladi. Xato va nohaqchilik, jinoyat va adolatsizlikka o'xshash noto'g'ri ish va axloqsiz qilmishlar erkinlik ismi ostida jamiyatning saodat va nizomning kapolati bo'lgan qonunning rolini yo'qotadi. Balani anaga, anani dadaga, ayolni erga zidlashtirdi. Bala, ana, ayol bo'lish sifati bilan shaxsiy erkinlik ismi ostida o'zidan yoshda cho'ng va aqlda pishib yetilganlarga qarshi mustaqil bir kuch bo'lishning ko'yig'i tushidi. Albatta, mustaqil shaxs bo'lish uqumi bilan aql va yoshda cho'nglar bilan zidlashish uqumini bir-bir bilan aralashtirib o'tmasligimiz kerak. Buni bir erkinlik qilib ko'rsatganlarga qarshi erkinlikning haqiqati va mohiyati xalq va fuqaroga uqtirilishi kerak. Albatta, erkinlik masalasi 21-asrning eng asosli falsafaviy va hayot masalalaridan biri bo'lib, qulluqning erkinlik yoki erkinlikning qulluq bo'lib qolish ehtimolini ko'z tutgan asosda hayotlik ichida nafas ilayotgan har kishining bu haqda fikr tafakkur yurgizishi va kunimizning bilim tushunchisini, bilim faoliyatlarini va bizga haqiqat ismi ostida sunilgan mavjudliklarning haqiqati va mohiyati ustida yangi boshdan o'ylanib chiqishimiz, haqiqiy erkinlik va haqiqiy saodatga erishishimizning birdan bir kapolati deb kesib ayta olishimiz tamoman mumkin.
Chunki hayotimizning qimmati hayotimizni qanchalik darajada ma'niga ega qila olishimiz bilan barobardir. Xuddi Suqratning aytganidek, savol so'roqsiz, hisob kitobsiz hayot yashashga arzimaydi. Yig'inchoqlaganda haqiqat, haq-huquq va adolatning turtkusi bo'lsa, botil, adolatsizlik va nohaqchilikning turtkusi va sababidir. Bilimdan maqsad sap bilish va o'rganish bo'lsa, uningdan g'oya bilimga uyg'un yashash bo'lish kerak. Bilish ehtiyojning mahsuli sifatida emas, sevgi va istakning mevasi sifatida o'ttirg'a chiqish kerak. Ya'ni bir insonga nima uchun ilm o'rganasan deb so'ralganida, bilish uchun ilm o'rganaman, ilm o'rganishdan maqsadim faqat va faqat bilish deb javob bera olish kerak.